Barchaga assalomu alaykum hurmatli ustozlar, o'quvchilar, bizni kuzatayotgan insonlar. Xudoga shukr, yangi to'plam nashrdan chiqdi va bu to'plamimiz geometriya kursi deb nomlangan kitobimiz ham tayyor bo'ldi. Bu kitob kimlar uchun to'g'ri keladi? Bu kitobimiz geometriyani boshlovchilar, milliy sertifikat, attestatsiya savollari, DTM, litsey tarbiyalik ko'ruvchi, umuman geometriya o'qiyman degan o'quvchi uchun mos keladigan kitob xudo xohlasa. Xuddi algebra singari bu geometriya kitobimiz ham aynan 4 ta formatiga mo'ljallangan, ya'ni har bitta savol 4 ta ko'paytirilgan. Savollar osondan murakkabiga qarab qiyinlashib boraveradi. Mana shunaqa formatda qilingan va eng muhimi har bitta mavzuda alohida formulalar keltirilgan. Ya'ni har bitta mavzu uchun qaysi formula kerak, ya'ni qoidalar bilan boshlab turib keyin misollarga o'tib ketilgan. Demak, bemalol mustaqil tayyorgarlik ko'ruvchilar uchun ham foydalansa yoki ustozlarimiz repeterlik uchun xizmat qiladi. Ustozlarimiz ham bemalol foydalanishsa bo'ladigan kitob xudo xolasa. Kitob hozirda sotuvda bor, nashrdan chiqqan, uzun marketda ham bor yoki quyidagi telefon orqali aloqaga chiqib bemalol buyurtma bersalar ham bo'ladi. Yetkazib berish xizmatlari bor. Hammasi xudo xolasa viloyatlar bo'yicha chiqarib beryapmiz. Xo'p, keyingi masala, bu kitobimiz umuman olganda oq to'plam savollari, abituriyent 1.9 kitobi savollari, turk savollari va ba'zi bir rus adabiyotlaridan olingan savollar orqali tuzilib ko'paytirilgan jamlanma hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimiz uchun DTM standartiga mos keladi deb bilgan savollarni bitta qilib yig'ib, ko'paytirib, umumiy bir yaxshi to'plam holatga keltirishga harakat qilganmiz. Bu yerda umumiy hisobda 39 ta, salkam 40 ta mavzu bor. Bu mavzular ichida eng katta, yuza eng katta hajm deb nomlangan mavzular ham qo'shilgan, milliy sertifikat savollari ham qo'shilgan. Xudo xolis milliy sertifikat darajasiga chiqishga mos keladigan kitob. Bu kitob tugab chiqqaningizdan keyin nasib qilsa milliy sertifikatda mazgina mock testdan ishlab turib, yuqori darajadan qo'lga kirishingiz mumkin bo'lgan kitoblardan bittasi xudo xolasa. Ya'ni o'zini oqlaydigan kitob nasib. Kitob hozir namunasi bilan sizlarni nima deydi, tanishtirib chiqsam bo'ladi, qanaqa format tuzilgan, dizayni qanaqa bo'lgan, ichidagi savollar tartibi marhamat ko'rishingiz mumkin va shunga qarab o'zingizlar baho berasizlar. Ko'rishimiz mumkin. Mana mundarija qismi umumiy hisobda burchaklar, masofalardan boshlang, katta 39 ta mavzu, eng katta yuz, eng katta hajmda yakunlanadi bu mavzularimiz. Orqada kalitlari berilgan, har bitta mavzuni alohida va umumiy hisobda mana bu eng katta, eng kichik hajmdagi to'g'ri keladigan formula integral savollari yoki mana bu konus savollari, mana chizmalar bilan boyitilingan ko'rishingiz mumkin. Mana bu suv masalalari bor, silindrlar bo'yicha va eng muhim mana boyatganimizdek parallelped kub bo'yicha alohida qoidalar berilgan, formulalar keltirilgan, qayerda qachon qo'llaniladi izohlab ketilgan iloji boricha va formulalardan keyin alohida misollar boshlanib ketadi. E'tibor beringlar, mana misollar boshlanadi. Demak, alohida qoidalar tushuntirilgan va har bitta mavzu xuddi shunaqa. Masalan, trapetsiya, qonun qoidalari berilyapti, undan keyin misollar boshlanib ketyapti. Va bu narsa e'tibor bering, 4 ta bir xil formatda ketgan, 4 ta bir xil savollar. Demak, o'rgatishga qulay o'quvchiga ham xudo xolasa va o'quvchi ham maza qilib ishlaydigan savollar bilan boyitilgan. Mana uchburchakka masalan chizilgan qonun qoidalari berilyapti mana yana va undan keyin alohida misollar boshlanib ketyapti. Shunaqa formatdagi tuzilgan kitob. Xudo xolasa yaxshi kitob bo'ladigan umidamiz. Ko'rib turganingizdek, kitobni ichidagi savollar osondan murakkabga qarab borgan, boya aytgan 4 ta bir xil bo'yicha ketgan. Demak, kitobni xarid qilish yoki kitobni bir umuman olgan elektron variantini ko'rish uchun, ya'ni demo versiyasini, nima deydi, namunaviy holatini ko'rish uchun Telegram kanallarimizda, demak, o'zimizning kitob sahifalarimiz bor. Shunga aloqaga chiqsanglar yoki lichkaga yozadigan bo'lsanglar, biz sizlarga batafsil ma'lumot yana beramiz. Xudo xolasa, hammalarga manfaatli bo'ladigan kitob bo'ladi.